kiyimingni ko'rinishi, sifati, fasonidan ko'ra narxi ko'proq yoqdi. Narxi qancha deysizlarmi? Oxirigacha quloq tutasizlar, albatta aytaman. Qaranglar, fasonlari qanaqangi chiroyli uslubda. Bularni ko'rsanglar, oldi qismlari, yon qismlari, qo'l qismlari shunaqa dona-donalab qo'l mehnati bilan bezatilgan variantda. Ko'rsanglar, bularni yon qismlari bog'ichli fasonimizni belgiga moslab bog'lab olsanglar bo'ladi. Kiyganda qo'g'irchoq qilib qo'yadi-yu, qaranglar, ozgina qilib ko'rsatadi. Bularni matosi naturalka, vellur matosi chang yomiydi, oqarmaydi, lekin vellurligiga qaramasdan yengilgina variantiga ko'ynagimizda bitta ranglariga baho beringlar. Qaranglar, qanaqangi chiroyli ranglarni olib kelganmizda. Hammaga ham birdek yoqadigan ranglar bor. Men bularni kiyib olib, lovullab turishga nima yetsin? Qaranglar, qanaqangi chiroyli turadi. Joy ham, yosh ham tanlamaydigan variant ko'ylakni olib kelganmizda. Qora rasvetkasidan ham albatta bor. Qaranglar, qanaqangi chiroyli turadi. Mazza qilib kiyaverasizlar. Mana bunaqa bordoviy ranglarni ham qaranglar, kiyganda yonib turadi-yu, xohlagan joyga kiyaverasizlar. Fasonlari siz zo'r uslubda, trenddan umuman qolmaydi. Razmerlari turk razmerda 38, 40, 42, 44, 6 razmer qo'shsangiz o'zimizdan razmerimizga kelib chiqadi. Narxlari 500 ming so'mdan oddisi bilan almashtirmaymiz. Albatta 12 viloyatga dastlabki xizmati mavjud. Qaranglar, qo'llari, bo'ylari uzungina obunachilar uchun ham zo'r variant. Hozirda bo'yim 1.75. O'zingizlar bo'yinglar hisobini olib borasizlar. Hammanglarni magazinda kutib qolamiz. Kevrasizlar.